Assalomu alaykum. Bugun ponchiklar, donatslar, yumshoq shirin pirojkilarni pishiramiz. Ustiga xohlasangiz shokolad, xohlasangiz saxarni pudra, xohlasangiz manga o'xshab shokoladni glazur bilan bezab berasiz. Videoga like bosib retseptni boshlaymiz. Iliq sutga dro'ja solib aralashtiramiz. Keyin tuz, tuxum, shakar, vanillinni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Unimizni qo'shib yumshoq xamir qorib olamiz. Keyin saryoni eritib, xamirga qo'shib, uni ham yaxshilab mushlab olamiz. Keyin ustini salofan bilan yopib, 2 barobar oshguncha olib qo'yamiz. Oshgach mushlab, ya'ni yarim soatga tindirib qo'yamiz. Stovimizni yaxshilab unlab olib, yarim 1 sm qalinlikda xamir yoyib olamiz. Formalarni kesib olib, tagi ozgina unlangan joyga tindirgandan ustini ozgina unlangan salofan bilan yopib qo'yamiz. Xamir yopishib qolmasligi uchun. Ponchiklarimizni oshvagach, o'rta olovdan pastroq olovda ponchiklarimizni ikki tomonini qizartirib pishirib olamiz. Saxarni pudra sepadigan bo'lsangiz, issig'ida sepib olish kerak. Men ponchiklarni o'rtasidan chiqqan xamirga saxarni pudra sepib oldim. Ustiga shokoladlarimizni surib bezab olamiz. Yoqimli ishtaha tilab, like bosib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lamiz.